Bo'ston tumanining Xalqa Obod mahalla fuqarolar yig'ini aholisi yerdan zar undiradigan mirishkorlardan ko'p xonadonlar tomorqasida issiqxona tashkil etib, turli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanishadi. Bolgarskiy chiqaramiz, badrin ko'chat chiqaramiz, pomidor chiqaramiz, karam ko'chat chiqaramiz. 3 mavsumda biz shu ko'chatlar chiqarib beramiz aholimizga. Ularga arzon narxlarda sotamiz. O'zimiz ham mana sotili issiqxonamizga ekamiz. Kelinlarim bu yerda o'zlari qilib, o'zlari yetishtiramiz. Bir mavsumda 30 mingta chiqarsak, yana keyingi mavsumda 30 mingta chiqaramiz. Yana kuzgisiga yana 35 mingta, 40 mingta ko'chat chiqaramiz. Shuni daromadidan to'ylar qilyapmiz, uylar solyapmiz. Farzandlarimizni o'qityapmiz. Suhbatdoshimiz shu kichikkina issiqxonalardan mavsumda 200 million daromad topmoqda. Ular yetishtirayotgan karam, bulg'or qalampiri, pomidor kabi ko'chatlarning bozori chaqqon. Barcha viloyatlar, hatto qo'shni davlatlardan ham buyurtmalar kelib tushadi. Sababi ko'chatlar ishonchli va serhosil. Bu basay karamimiz eksport bo'ladi. Yanvar oyida urug' tashlab, buni fevralda boshlaridan ekamiz. 55 kunda pishadi bu. 55 kunda pishishini nimasiga qarab turmaymizda, ayaqa kulok solamiz, urug' tashlab qo'yamiz. U ham kun sanab 55 kunga bu olingandan keyin uni ko'chatini darobimga qo'yamiz. Uni xaridori kelib olib ketgandan keyin yana undan oldin urug' tashlaymizda, u keyin tayyor ko'chat bo'ladi, uni ekamiz. Buni yetishtirib, sotib, urug' tashlagunizcha vaqt o'tadi. Biz kulokka urug' tashlab qo'yamiz, erta u o'sib turaveradi. Mavludaxon G'afurova ham ixcham issiqxonasiga karam ekkan. Hozirda ko'chatlar baravj o'smoqda. Sug'orishlarini vaqtida olib borsangiz, o'g'itlarini bersangiz, axir tezda bo'ladi. 30 millionga dor olsangiz bo'laveradi. Keyin yana o'rniga shu karamdan ekaman, keyin yana kuzga bo'ladi. 3 marta olaman. Xalqobodliklar dehqonchilikdagi tajribalarini bir-biriga ilinib, asta-sekin mahalla drayverini shakllantirishga muvaffaq bo'ldilar. Ya'ni bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida bu joyda koreys karami yetishtirilmoqda.